Assalomu alaykum hammaga. Tohir Avto YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi obzorimizda BYD Song L modeli. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Tohir, yoshim 19 da. Bundan oldin trading faoliyati bilan shug'ullanganman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra tradingni to'xtatishga qaror qildim va avtoblogging yo'nalishiga o'tdim. Avtobloggingga kirib kelganimga taxminan 3 oy muddat bo'ldi. 3 oy muddat faqatgina Instagramni o'zini ko'tardim. Endi bundan buyon mana bugungi kunda Xudo xolisa YouTube'ga ham video olish nasib qildi. Bundan buyon Xudo xolisa faqat YouTube'da videolar, roliklarni ko'paytiramiz. Tashqi ko'rinishini ko'ra oldinglar. O'zi ko'chada ham juda ham kamera otsa ham bo'ladi. Chunki xadavoy model emas, sababi qimmat. Buni narxiga qiziqqanlar, bu BYD Song L 5-pozitsiyasi, ya'ni full pozitsiyasi narxi bugungi kunda $40,000 ga teng. Xo'p, endi ichki dizaynlarni sizlarga hozirlarga obzor qilib beraman. Birinchi o'rin ichidan boshlaydigan bo'lsam, head-up displeyga e'tibor berishinglar mumkin. Juda ham kerakli narsa. Head-up displey bilmaganlar uchun, mabodo ko'rmaganlar bor. To'g'ri, ko'pchilik biladi bu narsani. Men sizga tushuntiraman. Bu head-up displey sizlarga skorostilarni yoki pоворotniklarni, yonidagi atrofdagi mashinalarni sizlarga lobovoyda ro'parama sizlarga ko'rsatib beradi. Juda ham foydali narsa. Imенно L da bu funksiya bor. Va yana bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu monitor. Ya'ni 15.6 dyumli monitorimiz bor. Bu monitor ichida polni BYD ni boshqarsanglar bo'ladi. Ko'pincha elektromobillarda yo'q narsa, ya'ni massaj ko'rishinglar mumkin. Mana shu dumaloq knopkani ichidagi o'rtada yana bitta knopka bor. Bossanglar уже massaj boshlandi. Buni sizlarga endi ko'rsatib bera olmayman, lekin o'zimda как-то sezildi, normalligini massaj bor. Odam bir uzoq yo'llarga aslında ketayotganda odam maza qiladi, yoqib, shuna ketaverasizlar. O'sha viloyatmi, bir 1000 kilometrlik joymi massaj yoqib maza qilib ketaverasizlar. Bu mashinada nechta ot kuchi bor deb qiziqayotganlar uchun sizlarga aytib o'taman. Bu mashinada 517 ta ot kuchi bor. Bu imенно Song L pozitsiyasi uchun juda ham zo'r bir normal holatdagi ot kuchi desa ham bo'ladi. Boshlari ham yaxshi hosillanganini tushuntirib beraman. 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 6 sekundda chiqadi. Bu narsani hozir men amalda ham ko'rsatib beraman sizlarga. Yo'lda hech kim yo'q trassada, xavotir olmanglar. Hech kim yo'q trassada, mashina, odam, znak, radar hech qayerda hech narsa yo'q joyda 0 dan 100 gacha olib chiqib ko'raman. Emotsiyammi, reaksiyammi, rostdan ham sekundni sanab ko'rasizlar. Faqat videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman. Bagajini hozir sizlarga ochib ko'rsataman. O'zim to'g'risi ko'rmadim, hozir sizlar bilan birga birinchi marta ochib ko'raman. Ko'rishingiz mumkin. O'zi avtomatik ochiladi va yopiladi. Bagaji, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, nisbatan imенно BYD L ga nisbatan o'rtacha, jiq katta ham deya olmayman, kichkina ham deya olmayman. Standartniy razmerda. Ko'rsanglar bo'ladi, bemalol o'tirib любой odam sig'adi. Lekin o'zimizning mashinalarga o'xshab katta emas, sredniyga bo'ladi, yomon emas. Knopkasini bosamiz, o'zi avtomatik yopiladi. Xo'p o'rtoqlar, yana bitta e'tibor bergan narsam bu bezramishni onalar ko'rishinglar mumkin. Ramkasiz oynani o'zi shunchaki mana ko'rishinglar mumkin. Ruchkalari qulflangan payti kiradi, ochilgan payti chiqib turadi. Mana shu ruchkalar orqali mana bemalol ochilib bo'ladi, lekin real aytaman, o'tirib haydab ko'rdim, mashina puliga nisbatan ham, obro'siga nisbatan ham juda ham zo'r. Birorta minus topolmadim, to'g'risi haydab ko'rdim, bosib ko'rdim, sekin haydadim. Umuman minus topolmadim. Izladim, lekin yo'q. O'rindiqlarga keladigan bo'lsak, oldida 2 ta, orqada 3 ta. Standartni hamma bilan bir xil, ya'ni hech bir o'zgargan joyi yo'q. Yokida Leapmotor C16 ga o'xshab, orqasida ham o'rindiqlar yo'q. Standart 5 talik o'rindiqli. Lekin 5 ta o'rindiq ham menimcha zo'r yetib ortadi deb o'ylayman. Chunki bu mashinaga ko'p odam o'tirmasa ham bo'ladi. Sezgan bo'lsanglar, yana bitta narsa, mashina na baland, na past. Ikki xil bo'lib qolgan, sezsanglar. Bir tarafdan bu ham yaxshi, govdali baland emasda, o'tirgan emas. Na sedan, na crossover. Imенно mashina narsa, ya'ni turishlari ham Zikr 001 ga tortadi. Mashina narsa juda ham yoqadi menga. Hammaning fikri har xil. O'rtoqlar, syomka payti yomg'ir bilan qor aralash yog'ordi, o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Shu mehnatimizga prosta like bilan podpiska bosib qo'ysanglar, o'shani o'zi bizga yetib ortadi. Hozircha biz sizlarning orqangizdan hech qanaqa pul ishlamaymiz. Prosta men hobbim, yaxshi ko'raman avtobloggingni. Shu uchun qor bo'ladimi, yomg'irmi, umuman farqi yo'q. Sizlarga imенно obzor xudo xolasa har doim bo'ladi. Hop, unda mashinani haydab, ощущенияларni aytib, 100 gacha, 200 gacha kerak bo'lsa chiqib, hozir sizlar bilan birga test drive qilamiz.
Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hadovoy haqida esdan chiqdi. Hadovoy juda ham yumshoq ekan, realni aytaman. Chunki o'zimni hozir ikkita mashinam bor. Bittasi Nexia 1, bittasi Gentra. O'sha ikkita mashinamni solishtirgan bo'lsa, o'zi itak bularga solishtirmayman. Endi просто ularda yurib o'rganib qolganligim uchun mana menga o'tirsam o'zi vahsha boshqa ощущение bo'lib ketyapti-da, bir yamalarda tushganimni ham sezmayman. Yama bor dedim bitta. Nima tushmadim desam, hadovoy shunchalik yumshoqligidan даже yamaga tushib ketganimni ham даже bilmay qolaman, to'g'risini aytsam. Hadovoy yurishlari yana bitta shum haqida, shum umuman yo'q, mana o'zinglar ham eshitishingiz mumkin. Faqat yomg'iri panoramadan anaqasi chiqadi, ovoz chiqadi, atak hech qanaqa hech bir ovoz yoki nimadir yo'q. O'rtoqlar, nimaga sizlarga like bosinglar, obuna bo'linglar deyman. Bu narsada men hech kim senga Tohir mana kimdir like bosib pul bermaydi. Просто sizlarni bitta bosgan laykinglar yana 30 ta odamga ko'rsatishga yordam beradi. Agar просто video yoqqan bo'lsa, rostdan ham like bosib qo'yib, podpiska bosganinglar yaxshi. Podpiska nima foyda keltiradi sizlarga? Podpiska bosganinglardan keyin yangi videolarim sizlarga tepadan SMS bo'lib kelish boshlaydi. Ya'ni o'sha Tohir Avto kanalida yana yangi video chiqdi deb turib sizlarga SMS xabarnoma jo'natiladi. Va o'sha like haqida like bossanglar, yana 30 ta odam ko'proq bosadi. Mehnatimizni просто qadrlab bosib qo'ysanglar, realni xursand bo'lardim. Boshqa hech narsa kerak emas. Komment bu anaqaga xohishga qarab, tak videoga qanaqadir fikringlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Atak obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, o'zi ham vaqti zo'r ish bo'lardi. O'rtoqlar, BYD L da yana bitta zo'r funksiya, o'sha polasa держанияsi juda ham ideal holatda ishlar ekan. Chunki shuna rulni qo'yib yuborsangiz ham o'zi shunda mashinani как o'ng yopib qo'yadi, mana qaranglar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zi birdan tabloda vibratsiya berib, rulni o'zi mashinani o'zi qaytarib oldi. Bu juda ham yaxshi narsa. Nimaga desanglar, chunki ko'pchilik biladi, yana ham tushuntirib o'taman. Telefonga chalib ketayotgan paytinglar, mabodo mashina o'ngga qarab ketayotgan yoki chapga qarab ketayotgan bo'lsa, bunaqa qilib shunday sizlarga vibratsiya berib, rulni joyiga qaytarib oladi. Bu ham kerakli funksiyalardan bittasi. O'rtoqlar, odam yo'q, mashina yo'q joyi topdik, mana ko'rishingiz mumkin, deyarli umuman odam mashina yo'q. Hozir bu mashinani 0 dan 100 gacha, даже kerak bo'lsa 200 gacha bosib ko'ramiz. Nereal ощущениyalar bo'ladi. To'g'risi, hozir unchalik bosib ko'rmadim. Mashinalar o'tib ketishini kutib turibmiz. Shunday o'tib ketishi bilan birdan bosib ko'ramiz. Sekundani ham sanaymiz, reaksiyani ham ko'rasizlar. To'g'risi, juda ham bomba bo'ladi, chunki nerealni tez, to'shda уже miyani bilmadim, miya соображать qilmayapti bunchalik tez bosishlarni. Motorga bari o'rganib qo'yamiz qanaqadir. Bo'ldi, xullas o'rtoqlar, gapni ko'paytirmaymiz-da, 0 dan 100 gacha bosib ko'ramiz. Unda boshladik. Xavotir olmanglar, men ham anaqa emasman, xudo xolasa, odam yo'q joy, odam yurmaydi. Tim bo'li kechasi odam yo'q, mashinalar deyarli umuman yo'q desa ham bo'ladi. Hop, unda boshladik, ketdi. Bismillah. 0 da turibdi. Уже 50, 80, hozircha 100 bo'ldi, все chiqdi. Voy. Voy, bile uchib ketdi bu mashina, raketa просто. 150, 160, voy bo'ldi, уже duh chidamadi bu yog'iga. Voy, nerealniy bosdi lekin. Eng qizig'i, to'xtashlari ham juda ham zo'r ekan. O'rtoqlar, zaradkasi ham 23% qoldi. O'shani hisobiga ozgina sekinroq bosdi. 100% payti bu uchib ketadi. Bu hozir ozgina kamroq bosdi, lekin shunga ham vashshe jinni qilib tashladi odamni. To'g'risi, men hozir yana bitta bosib ko'raman. Voy, yopishtirib tashladi desideniga. Bo'ldi. Hozir o'zida ham yopishtirib tashladi o'zi ham, sideniga ko'rishingiz mumkin. Svetoforlar tursanglar ham birinchi shuna raketa просто yo'lib ketadigan mashina ekan. Ular shuni tushundim lekin. Xullas o'rtoqlar, imенно bu Face ID funksiyasini imенно mana shu BYD L da ko'rib o'rgandim. Ozgina bir 2-3 oylar oldin bilgandim bu funksiyani. Xullas mana ko'rishingiz mumkin. Bu narsaga ko'pchilik e'tibor bermagan. Mana bu narsa men yopib qo'ysam ham bo'ladi, uni ochib qo'ysam ham bo'ladi. Bu xo'p, birinchi funksiyasi odamni ko'ziga qarab uxlab qolgan payti vibratsiya berib, tabloda kofe funksiyasi yonib qoladi. Ya'ni tabloda kofening rasmi turadi, stikeri. Bu degani to'xtab olib, dam olib, kofe ichib ol degan maslahat berib, ya'ni charchagan odam bo'lsa, ko'zingiz yumilib, o'zimda ketayotgan paytda sizga ogohlantirish beradi. Ya'ni ovoz chiqarib. Yana bitta funksiyasi, adashmasam, bu L da bor. Ya'ni Face ID sizdan nastroyka qiladigan bo'lsangiz, sizdan boshqa odam bu mashinani hayda olmaydi. Ya'ni shunday start bosgan paytingizda shunday Face ID ni ko'radi, siz emasligingizni.
mashina o'zi как yurmaydi desa ham bo'ladi. Akustik sistemaga keladigan bo'lsak, Dynaudio dan qo'yilgan. Buni narxi taxminan bilishinglar uchun O'zbekiston sharoitida 1,5 mingdan 1,700 2 mingga qarab ham ketadi. O'zim hamma qo'shiqlarni eshitib ko'rdim. Juda ham ideal sifatli baslarni birga bir chiqarib beradi. Yana bitta narsa aytish esdan chiqdi. Bagajda ikkita joyda subwooferi bor. Ya'ni zavodskoy salondan, zavoddan subwoofer bilan chiqadi va audio sistemasi full darajada yig'ilgan bo'lib chiqadi. Hozir men sizlarga eshitishinglar uchun даже qo'yib ham beraman. Bu kolonkalar уже мировой уровеньdagi premium darajada ishlab chiqilgan kolonkalar. Hop, mana ko'rishinglar mumkin. Uchinchi elektromobillarda yo'q funksiya BYD L'da bor. Nima desanglar, spoileri bor, ko'rishinglar mumkin. Bu spoiler avtomatik 80 dan oshgandan keyin ko'tarilish boshlaydi. Endi 80 dan oshgandan keyin bu narsani sizlarga ko'rsatib bo'lmaydi. Lekin o'zi mashina yurayotgan payti 80 dan shuni oshish bilan birdan bundoq qilib ko'tarilib qo'yadi, lekin video vashi bomba chiqadi. Orqa fariga keladigan bo'lsak, ko'p elektromobillar Lidan kopiya qilishni boshlagan. O'zingizlar ham sezasizlar. Misol uchun Leapmotor C16 yokida Chazor, misol uchun ko'plari Liga o'xshaydi, lekin bunda dizayni ancha boshqacha chiqqan. Lekin yana fara bo'yicha yana bitta ma'lumot. Agar orqa farani urib oladigan bo'lsanglar, bu fara sizlarga 8 million so'mga tushadi. Ustanovkasi bilan deyarli yo'q bilan 10 million so'mga tushadi. O'shaning uchun BYD L haydayotganda ehtiyot bo'lasizlar. Men prosta orqa fara haqida gapirdim. Oldi orqa bamferi bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta pulga tushib ketasizlar. Elektromobil juda ham tez mashina, ehtiyot bo'lib haydash kerak, qo'ldan kelgancha. O'rtoqlar, shu bilan bugungi obzordagi BYD Song L full to'liq videosi tugadi degan umiddaman. Hamma bilgan maksimalli funksiyalarimni hammasini aytib sizlarga o'rgatdim. Ozgina bo'lsa ham bilim yoki bilmagan narsalarni bilib olgan bo'lsanglar juda ham xursandman. Bundan buyon xudo xolisa faqatgina qiziq, zo'r obzor kontentlarni olishda davom ettiraman. Video yoqqan bo'lsa albatta like va kommentariy kutib qolaman. O'zingiz fikringizni yozib qoldiring. BYD L bo'yicha 40 ming dollarga mana shu mashinani olgan bo'larmidingiz yokida boshqa mashina olarmidingiz? O'zingizga idealizdagi mashinani yozib qoldirsangiz, albatta xursand bo'laman. Menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga omad. O'zi soat ham bundoq qarasak 12:38. 12:30gacha deyarli o'sha video oldi Abdurahmon aka bilan. Abdurahmon akaga ham alohida respekt, rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.